15 marta homilasi rivojlanmagan ayolni yaqinda ko'rsatdim. Samarqand viloyatidan tashrif buyurishgan. To'liq tekshiruvlardan o'tkazganimda ular bachadon 2 shoxli to'liq перегородкасы bilan qinlarida ham qalin pardali to'siq borligini guvohi bo'ldim. 14 marta homila tushirgansizlar. Qanday tekshiruvlar qilgansizlar desam, 4 infeksiyaga davolanganmiz. 4 infeksiyani davolashadi. Vaholanki bu yoqda 4 infeksiya sabab emas. Bola rivojlanmasligining sababi bularda mana 2 shoxli bachadon. Bachadon o'rtasida qalin devorning bo'lishi. Bu homilaning o'sishi, rivojlanishiga ta'sir qiladi. O'g'il farzandli bo'lishni xohlayapti, 2 ta qizlari bor. Operatsiyadan keyin qo'shaloq o'g'illarni Alloh hadya qilishi mumkin. Chunki bachadon ichidagi to'siqni to'liq olib tashlash, qindagi o'sha qalin devorni olib tashlash operatsiyalarini Nilufar Rahimovna boshchiligidagi xirurglar ularni to'liq tekshiruvdan o'tkazib, operatsiyalarni muvaffaqiyatli bajarishdi. Inshaalloh bu yog'iga bu ayol ketma-ket sog'lom farzandlar tug'iladi. Chunki farzand o'sib rivojlanishi uchun bachadon ichida sharoit bor. Hech qanday to'siqlar yo'q. Qon aylanishi, bolada homilani o'sishi uchun sharoitlar yaratib berildi. Shu uchun qo'li-qo'l xirurglarimizga tashakkurlarimni bildiraman. Bu ayolimizga va xo'jayinlariga sabr toqat tilayman. Endi yorug' kunlar keladi. Endi homila rivojlanmasligi emas, endi sog'lom o'g'il farzandlar tug'iladi.